Har bir insonni hayotida bir lahzasi bo'ladi. Qalbining to'g'ridan mehr degan tuyg'u o'ti yonadi. Ba'zan bu mehr ona qo'lida namoyon bo'ladi, ba'zan do'stining so'zlarida, ba'zan esa yot begona insonning yaxshiligida ko'rinadi. Inson mehr ko'rsa, yuragi yumshaydi, muhabbat eshigi ochiladi. Agar dunyoda mehr yo'qolsa, yuzlarida tabassum, ko'ngillarida orom ham yo'qoladi. Chunki muhabbat hayotning qoni, mehr esa uning nafasidir. Shuning uchun ham qani bir on o'ylab ko'raylik. Biz boshqalarga qancha mehr beryapmiz? Qancha muhabbat ulashay olyapmiz? Balki aynan shu mehr kimnidir hayotini o'zgartirar, kimningdir qalbini sog'aytirar. Alloh taolo insonni mehr va muhabbatga muhtoj qilib yaratgan. Chunki mehr hayotning nafasi, muhabbat esa qalbning nuridir. Mehr bor joyda muhit iliq bo'ladi, yuraklar yaqinlashadi. Nafrat o'rnini kechirim va insoniylik egallaydi. Birgina shirin so'z va samimiy tabassum yoki kichkina bir yaxshilik insonni hayotini o'zgartira oladi. Kim boshqalarga mehr ko'rsatsa, Alloh ham unga mehr ila nazar soladi. Bugun dunyoga bir nazar solaylik. Ko'pchilik moddiy narsani izlab, ruhiy yaqinlikni unutib qo'ygan. Lekin haqiqat shundaki, odamni inson qiluvchi narsa bu muhabbat va rahmdillikdir. Mehr bilan aytilgan har bir so'z, muhabbat bilan qilingan har bir amal nafaqat boshqalarni, balki bizni o'zimizni ham o'zgartiradi. Ba'zan bir og'iz tasalli, bir yaxshi iltifot yoki bir samimiy duo insonga yangi hayot, yangi umid beradi. Mehr insonni ham, jamiyatni ham poklaydi. Chunki muhabbat inson qalbini tozalaydi, nafratni yorituvchi nur kabi yo'qotadi. Shuning uchun azizlar, hayotda har kuni kimgadir bir og'iz mehr ulashaylik. Chunki ihson qilgan inson o'z qalbini nur bilan to'ldiradi. Alloh taolo barchamizni mehr nuri ila qalbimizni nurafshon aylasin.